Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilik Nova karnizni qanaqa holatda o'rnatilishini so'ragan edi. Xo'p, sizlarga tushunarliroq qilib video qilishga harakat qilaman xudo xolsa. Bu xor o'ralgan joy devor bo'ladigan bo'lsa, devor desak ham bo'ladi. Shu tepaga chiqqandan keyin nol holati bor. Yuzasidan bu tomonga 12,5 qaytarsanglar ham bo'ladi. 10 sm qaytarsanglar ham bo'ladi. 10 sm bo'ladigan bo'lsa, solishinglar osonroq bo'ladi. Xo'p, pastga tushishi ham xuddi shunaqa. Mana bu Nova направляющий deydi, mana bu joyigacha 10 sm mana. Mana kasetani tagidan. Shunaqangi holatda agar tunuka bo'ladigan bo'lsa, bir donadan sabres yetarli bo'ladi. Hop, Nova solish jarayoni. Tepani sog'olib. Sol. Bu yeriga belbog' bo'ladi. Shu holatda qilsanglar, xudo xohlasa, chiroyli holatda bitadi ishinglar.